Ertalabki mayin quyosh nurlari ostida yangi bir kun boshlandi. Raypur tumanining oddiy aholisi har kungidek o'z ishlari bilan band bo'la boshladi. Shahar asta-sekin transport vositalari va odamlar gavjumligi bilan to'lib, shovqin suronga to'ldi. Bu shaharning ulug' zoti Dim Vijay Kumar o'z ofisida o'tirib, fayllar tog'iga cho'mgan edi. Aynan o'sha paytda uning stoliga bir konvert yetib keldi. Ochib qarasa, ichida bir xat bor edi. Xatda yozilgan edi: Sizning tumaningizdagi politsiya uchastkasi inspektori hisobot yozish uchun pora oladi. Faqat bu emas, uchastkadagi boshqa politsiyachilar ham oddiy odamlar bilan nohaq muomala qiladi. Har qanday kambag'al odam uchastkaga borsa, adolat o'rniga haqorat va pul talabi kutadi. Vijay xatni o'qib bir oz o'yladi, ammo o'shanda unga unchalik ahamiyat bermadi. Fayllar orasiga qo'ydi. Ammo 2 kundan keyin yana bir xat keldi. Xuddi shu shikoyat. Bir mavzuda ketma-ket 2 ta xat olish oddiy narsa bo'lib tuyulmadi. Dimning xayoliga shubha keldi. Balki bu ishda haqiqat bordir. Shuning uchun u IPS Mrinali Senni chaqirib, butun voqeani aytib berdi. Eshitib, Mrinalining yuzi g'azabdan qizarib ketdi. U qat'iy ovozda dedi: Agar bu haqiqatan ham shunday bo'lsa, bu nafaqat qonunga qarshi, balki xalqning ishonchiga xiyonatdir. Buni ildizidan qidirib topishimiz kerak. Ikkalasi ham chuqur o'ylarga to'ldi. Haqiqatni qanday qilib yuzaga chiqarish mumkin? Chunki ular to'g'ridan-to'g'ri uchastkaga borsalar, inspektor va politsiya hech qachon o'zlarining asl yuzlarini ko'rsatmasdi. Shuning uchun maxfiy reja tuzildi. Rejaga ko'ra ular er-xotin qiyofasida uchastkaga borishadi. IPS Mrinali Sen oddiy qizil-sariq rangli shalvar kameez kiydi. Go'yo oddiy bir uy bekasi. Boshqa tomondan Dim Vijay Kumar ishchi qiyofasiga kirdi. Oq doti, kirli mayka va yuzida charchoq izi. Eng muhimi, u maykasining ostiga kichkina yashirin kamera o'rnatdi. Shunda uchastka ichidagi hamma narsa yozib olinadi. Barcha tayyorgarlikni tugatib, ikkalasi uchastka darvozasiga yetib kelishdi. Darvozada bir havildor o'tirgan edi. Ular kirishga urinishlari bilan u qo'lini cho'zib to'sqinlik qildi. Qo'pol ovozda dedi: "Hoy, qayerga ketyapsan? Bilmasmisan? Uchastkaga kirish uchun 500 taka kerak. Pul ber, bo'lmasa tashqarida tur." Bu gapni eshitib, Vijay Kumarning qoni qaynadi, ammo u g'azabini bosdi. U cho'ntagidan 200 takani chiqarib havildorga uzatdi. Havildor pulni qo'lidan tortib olib, nafrat bilan dedi: "Meni tilanchi deb o'yladingmi? 500 taka dedim. 500 taka kerak. Kamida 400 bersang kirishing mumkin." Ich-ichidan Vijay va Mrinali ikkalasi ham g'azabdan yonayotgan edi, ammo yuzlari xotirjam edi. Vijay yana 200 chiqarib, jami 400 takani uning qo'liga tutqazdi. Havildor qaradi, so'ng beparvolik bilan pulni cho'ntagiga solib, "Yur, endi kirishing mumkin" dedi. Ichkariga kirishlari bilan ikkalasi ham qotib qoldi. Uchastkaning ichi go'yo davlat idorasidan ko'ra qandaydir bezoralarning uyiga o'xshar edi. Atrofda chang-to'zon, tartibsiz qog'ozlar. O'rtadagi katta stolga oyoqlarini uzatib, inspektor Ravi Khanna o'tiribdi. Stol ustida tartibsiz fayllar uyumi, yonida stakanda ichimlik va 2 havildor uning boshi va yelkasiga massaj qilmoqda. Butun muhit shunday ediki, go'yo politsiya inspektori qonun himoyachisi emas, balki mahalliy dodihoya edi. Bu manzarani ko'rib, Mrinali Sen va Vijay Kumar tushunib yetdi. Bu inspektor xalq bilan dahshatli zulm qilyapti. Uning xatti-harakati, gapirish uslubi, xonaning muhiti, barchasi uning mansabini suiiste'mol qilayotganini isbotlardi. Vijay Kumar o'zicha o'yadi: bunday odamlarga bu forma yarashmaydi. Bu forma ular uchun emas. Ularning asl joyi qamoqxona. U yerda boshqalarga azob bera olmaydilar. Ikkalasi sekin-asta inspektor Ravi Khannaning stoli oldiga borib turishdi. Vijay past ovozda dedi: "Janob, bir hisobot yozdirgani keldik." Gapini tugatmasdanoq inspektor og'ir ovoz bilan to'xtatdi. "Hisobot yozdirgani keldingmi? Bilmasmiding, bu yerda hisobot yozish uchun 5000 taka kerak. Pulsiz hech narsa bo'lmaydi." "Ha, sizlarda kambag'allar hisobot yozdirgani nega keladi? Puling bormi?" Bu gapni eshitib, Vijay Kumarning qoni qaynadi. Ammo u o'z kimligini yoshirib, sabr bilan dedi: "Janob, siz nega gap uchun pul talab qilyapsiz? Hisobot yozdirish har bir fuqaroning huquqi. Qonunda hech qayerda hisobot qabul qilish uchun xalqdan pul olinadi deyilmagan. Bu ochiq-oydin pora va pora olish ham qonunga xilof. Sizning vazifangiz odamlarga adolat berish, ulardan pul undirish emas." Bu gapni eshitishi bilan Ravi Khanna birdan cho'chib o'rnidan turdi va stol ustiga engashib bukirib yubordi. "Hey, ko'p huquqshunoslik o'rgatma. Bu yerda mening qonunim ishlaydi. Sen menga qonun o'rgatgani keldingmi? Puling bo'lsa hisobot yozaman. Bo'lmasa jo'nab ket bu yerdan. Ko'p vaqilama, bo'lmasa ahvolingni shunga qilamanki, qaytishga ham majoling qolmaydi. Tushundingmi?" Bu gapni aytib, u telefonini chiqarib varaqlay boshladi. Go'yo oldida turganlarning hech qanday ahamiyati yo'qdek. Boshqa tomondan Vijay Kumar va Mrinali Senning yuzlarida endi sabr va bir oz qoniqish porlab turardi. Sabr, chunki ular o'z kimliklarini ochmagan edilar. Qoniqish, chunki inspektorning qilmishlari kameraga yozib olingan edi. Endi faqat vaqt kutish kerak edi. To'g'ri vaqt kelib, bu korrupsiyachi inspektorni o'z mansabi takabburligi bilan birga yerga urish uchun uchastka ichida sodir bo'layotgan haqorat va pora olishga qaramaymi, Vijay va Mrinalining yuzlarini tutib turishdi.
Ularning maqsadi shunchaki g'azab chiqarish emas, balki bu inspektorning qora ishlarining butun haqiqatini dalillar bilan fosh qilish edi. Ikkalasi bir-biriga qaradi. Mirinali unga qarab sekin pichirladi. Keling, bu qayergacha borishini ko'raylik. Keyin Vijay Kumar cho'ntagidan 4000 taka chiqarib, inspektor Ravi Xannaga uzatdi. Pul uning qo'liga tegishi bilan uning ko'zlari chaqnab ketdi. U pulni olib cho'ntagiga solib va istehzo bilan dedi: "Endi ayt, hisobotga nima yozayin?" Vijay past ovozda dedi: "Janob, biz dehqonmiz. Yerimizni mingboshi tortib oldi. U hozir bu yer endi sizniki emas deb aytadi. Firibgarlik qilib yerimizni o'z nomiga o'tkazib oldi. Janob, agar yerimiz bo'lmasa hosil yetishtira olmaymiz. Hosil bo'lmasa biz nima yeymiz? Bolalarimiz ochlikdan o'lib ketadi. Iltimos, yerimizni qaytarib bering." Bu gapni eshitib inspektor Ravi Xanna qattiq kulib yubordi. "Daliling qayerda? Mingboshi yer tortib olganiga daliling bo'lmi? Agar rostdan ham bo'lsa bizga nima zarar? O'z ishingni o'zing qil. Bu yerga kelib vaqtimni olma. Ha, o'sha mingboshi qishloqdagi eng katta odam. Uning ustiga bora olmaymiz. Tushundikmi? Endi ket bu yerdan." Inspektorning bu beparvo va zulmkor so'zlarini eshitib, Mirinali Shinning g'azabi avjiga chiqdi. Uning mushti siqildi. U ichida qaror qildi. Bu inspektorga shunday saboq beradiki, u boshqa hech qachon xalqqa zulm qilishga yoki hech qanday kambag'alga ko'z tikishga jur'at eta olmasa. Shunday bo'lsa ham ikkalasi sabr qilishdi. Vijay yana yalinib so'radi: "Janob, xalqni himoya qilish, ularga adolat berish, jinoyatni oldini olish bu politsiyaning vazifasi. Ammo siz to'g'ridan to'g'ri rad etyapsiz. Yerimiz ketdi. Endi qayerga boramiz? Bolalarimiz yo'lda qoladi. Janob, iltimos, hisobotni yozing." Ammo Ravi Xanna yanada jahl bilan qichqirdi: "Necha marta aytay, hisobot yozilmaydi. Tushundingmi? Ko'p so'rama, bo'lmasa turtib haydab yuboraman. Hozir ket bu yerdan." Bu gapni aytib, u yana telefonga berilib ketdi. Go'yo ularning borligi butunlay yo'qolgandek edi. Endi Vijay Kumar va Mirinali Sen to'liq ishonch hosil qilishdi. Ularning qo'lida inspektorga qarshi yetarli dalil bor edi. Pora olish, odamlarni haqorat qilish va hisobot qabul qilmaslik. Bularning barchasi kameraga yozib olingan edi. Ikkalasi bir-biriga qaradi va indamay uchastkadan chiqib ketishdi. Ravi Xannaning zarracha xayoliga kelmagan ediki, u bugun haqorat qilgan, pora olgan va hisobot yozishdan bosh tortgan odamlar oddiy xalq emas, balki tumanning dim Vijay Kumar va IPS Mirinali Sen edi. Uchastkadan chiqib, ular to'g'ridan to'g'ri dim ofisiga yetib kelishdi. U yerda o'tirib keyingi qadamlarni rejalashtirishdi. Mirinali Sen qat'iy ovozda dedi: "Endi vaqt keldi. Bu inspektorni butun tuman oldida fosh qilish, uni nafaqat lavozimidan chetlatish, balki sudga berish kerak. Shunda boshqa politsiya xodimlari ham bilsin, xalq bilan nohaq muomala qilishning oqibati nima bo'ladi." Vijay Kumar bosh irgab roziligini bildirdi va dedi: "Barcha dalillar qo'limizda. Pora olish, so'kish, xalqqa yomon muomala, hammasi kamerada. Endi buni hech kim yashira olmaydi." O'sha kuni kechgacha ikkalasi ishladilar va butun ishning faylini tayyorladilar. Ertasi kuni ertalab ish sudga yetib kelganida butun tumanda shov-shuv ko'tarildi. Xabar tarqaldi. Katta inspektorga qarshi korrupsiya va xalqqa yomon muomala qilish ayblovlari qo'yildi. Sud binosi tashqarisida jurnalistlar to'planib qolishdi. Kameralar o'z kanallari uchun to'g'ridan to'g'ri efirga uzatmoqda edi. Katta politsiya xodimlari, tuman rahbarlari, hatto vazirlar ham mashinalarida kelib yetishdi. Butun hudud mashinalar qatoriga to'ldi. To'satdan bir qora jip kelib to'xtadi. Eshik ochilib, tashqariga dim Vijay Kumar chiqdi. Olomon uni ko'rib kameralar chaqna boshladi. Xuddi shu mashinaning ikkinchi qatoridan IPS Mirinali Sen tushdi. Uning yuzida jiddiylik va o'ziga ishonch aks etar edi. Olomon arasidan ular sud binosiga kirishdi. Bunday katta olomonni sudda oldin ko'rishmagan edilar. Atrofda jurnalistlar, politsiya xodimlari va katta rahbarlar bor edi. Sudya o'z kursisida o'tirib, butun masalani diqqat bilan kuzatmoqda edi. Sud zalida sukunat hukm surar edi. Hamma nigohi sudyada edi. Oldinda ayblovchi taraf Dim Vijay Kumar va IPS Mirinali Sen. Himoyalanuvchi taraf inspektor Ravi Xanna. Formada, yuzida engil qo'rquv izi bilan hozir edi. Sudya bolg'ani urib, sud majlisini boshladi va dedi: "Bugungi ish juda jiddiy. Bir inspektorga qarshi pora olish va xalq bilan yomon muomala qilish ayblovlari qo'yilgan. Ayblovchi taraf dalillarni taqdim etsin." Vijay Kumar o'rnidan turdi. U dedi: "Mening lordim, xalqni himoya qilish va adolat berish politsiya bo'limining vazifasidir. Ammo bu inspektor nafaqat pora oladi, balki hisobot yozishdan bosh tortadi, oddiy odamlarni haqorat qiladi va hatto urgan ham. Buning batafsil dalillari bizda bor." Keyin u o'z jamoasiga ishora qildi. Sudga katta ekran o'rnatildi. Video davom etar ekan, butun zal qotib qoldi. Ekranda ko'rinardi: darvoza yonida havildor pora talab qilmoqda. Ichiga Ravi Xanna 5000 taka talab qilmoqda. Hisobot yozishdan bosh tortmoqda va keyin dim Vijay Kumarning o'sha ahvolida unga shapaloq urmoqda. Videoni ko'rib sudda shov-shuv boshlandi. Jurnalistlar to'g'ridan to'g'ri efirga uzatmoqdilar. Qarang, bir inspektor qanday yomon muomala qiladi. Haqiqat endi hamma oldida. Ravi Xanna terladi. Uning ko'zlari pastga egildi. Uning advokati dedi: "Mening lordim, bu video soxta bo'lishi mumkin. Ehtimol tahrirlangan." Ammo o'sha paytda Mirinali Sen o'rnidan turdi. U dedi: "Mening lordim, bu videoni oddiy kimdir qilmagan. Buni men va Dim Vijay Kumar o'zimiz yozib oldik. Biz niqoblanib uchastkaga borgan edik. Biz hamma narsani ko'rdik va boshdan kechirdik. Bu dalillar haqiqiy va har bir daqiqaning yozuvi bor." Uning so'zlari sudda yanada qizg'inlikni keltirib chiqdi. Sudya bir oz o'ylanib turdi. Keyin g'azab bilan Ravi Xannaga qarab dedi: "Politsiya xodimining vazifasi xalqni himoya qilishdir. Ammo sen o'z mansabingdan foydalanib, xalqni qo'rqitib talagan. Senday odamlar politsiya bo'limiga do'xtir." Nihoyat u hukmni e'lon qildi.
inspektor Rabihanni lavozimidan vaqtincha chetlatilsin. Bundan tashqari korrupsiya va mansabni suiiste'mol qilish uchun 10 yil qamoq jazosiga hukm qilinsin. Sudya bolg'asining ovozi bilan butun zal qarsaklar ostida yangradi. Ommaviy axborot vositalari xabarni tarqatdi. Rabihanni suddan politsiya xodimlari tomonidan kishanlanib tashqariga olib chiqildi. Uning boshi egilgan, ko'zlarida mag'lubiyat va uyat aniq edi. Sud binosi tashqarisida xalq Dim Vijay Kumar va IPS Mrinali Senni qarsaklar va shodlik bilan kutib oldi. Olomon qichqirardi. IPS Mrinali Sen zindabod. Dim Vijay Kumar zindabod. Mrinali Sen xalqqa qarab dedi. Bu g'alaba faqat bizniki emas, butun tumanning. Endi hech bir mansabdor xalq huquqlarini buzishga jur'at keta olmaydi. Vijay Kumar kulib dedi. Adolat har doim g'alaba qozonadi. Zulm qanchalik kuchli bo'lmasin, haqiqat va dalillar oldida u mag'lub bo'lishga majbur. Do'stlar, umid qilamanki bugungi video sizga yoqdi. Qayerdan tomosha qilayotganingizni kommentariyada bildiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bugun shu bilan xayrlashamiz. Oxirigacha biz bilan bo'lganingiz uchun sizga cheksiz rahmat. Ertalabki mayin quyosh nurlari ostida yangi bir kun boshlandi. Raypur tumanining oddiy aholisi har kungidek o'z ishlari bilan band bo'la boshladi. Shahar asta-sekin transport vositalari va odamlar gavjumligi bilan to'lib, shovqin-suronga to'ldi. Bu shaharning ulug' zoti